Mamlakatimizda inson qadri, huquq manfaatlarini ta'minlash, millatlar o'rtasida do'stlik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash, aholi ayniqsa ehtiyojmand insonlarni ijtimoiy himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarimiz tufayli muqaddas islom dinining insonparvarlik mohiyati, o'zaro ahillik, saxovat va shukronalik g'oyalarini o'zida mujassam etgan muborak Ramazon oyi xalqimiz qalbiga yanada yaqin va mo'tabar ayyomga aylanmoqda. Bu jihat prezidentimizning muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorida alohida e'tirof etilgan. Mohir Ramazon kunlarida turli millat vakillari to'kin dasturxon atrofida jamul-jam bo'lib iftorlik tadbirlarini o'tkazmoqdalar. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasining Batkent viloyati Qadamjoy tumanidagi Ko'kdala qishlog'ida istiqomat qiluvchi qirg'iz millatiga mansub nuroniylar hamda Farg'ona tumanidagi Bo'stonobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi o'zbek qirg'iz xalq farzandlari ham shu ulug' kunlarda birgalikda iftorlik qildilar. Bu izdihomimizda namoz o'qishlik vaqti bo'lib qolganda bir safda mana o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklar bir safda turib namozlarimizni chiroyli holatda ado qilib, namozni so'ngida mana yurtimiz rahbarlari va mana qo'shni yurt mehmonlarini ham yurtlarning rahbarlariga chiroyli holatda bir duolar qilindi. Hamma xalqlarimiz mana xursand, ibodatlardagi mana bir halovatlarda bir his qildik. Bundan mana Allohga beadad hamd va sanolar aytamiz. Bu yilgi Ramazon mehr muruvvat, ahillik va shukronalik oyi degan ezgu g'oya asosida o'tkazilmoqda. Bu oyda kam ta'minlangan, ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlar har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Ikki millat vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan iftorlik tadbirida xalqimizning bu kabi ezgu ishlari alohida ta'kidlandi. Shunday dorilamon kunlarga shukrona keltirildi. Bugun o'tganda ayvat yaxshi o'tdik, tez o'tdik, hech qanday to'sqinlik bo'lgan yo'q. Chegara o'tmoqlardagi turgan bardығы bizde жақсы күтіп алышты, жақсы маңай менен bizde өткөрүшүп койду. Аябай тез өттүк. Өзбектер менен кыргыздардын ортосундагы бир тууганбыз, бардыгыбыз бир тууганбыз. Мамилебиз өтө жакшы болуш керек. Эзелтен эле бардыгыбыз бири-бирибиз менен кудаанда болуп, коңшу болуп, мамилебиз жакшы болгон. Мындан дагы жакшы болушуга биз тилектешпиз. Бизде дагы Кыргызстанда ифтарлыктар жакшы болуп атат. Бүгүнкү күндө иншалла өзбек туугандар, тажик бир туугандарыбыз менен бардыгыбыз ушул айылыбызда чогуу ифтарлыктарды өткөрүп атабыз, ифтарлыктарды уюштуруп атабыз. Бул кишилер тааныштарыбыз болот. Ушул жерлерге ифтарлыкка чакырды да ифтарлыкка келдик. Бүгүнкү күндө мына достукту чыңдаш үчүн, туугандар менен мамилени бекемдеш үчүн ушул жерлерге ифтарлыкка келдик. Өзбек менен кыргыз мына нече асырлардан бери Turkiy xalqlarga kiramiz. Mana Alloh Parvardigor bu udumlarimiz, urf-odatlarimiz hammamiz bir xil. Alloh Parvardigor bundan keyin ham mana shunday bo'lib ahillikda, inoqlikda yurish Alloh hammamizga nasib etsin. Farg'ona tumanidagi Bo'stonobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida asosan qirg'iz millatiga mansub aholi yashaydi. Ularning hayoti osuda, dasturxonlari esa mana shunday to'kin sochin. Ben eslolmayman oldin bu darajada o'tirish, bu darajada namozda birga o'tirish, birga talab o'qish, birga iftorlik bo'lganini men shubhasiz eslolmayman. Allohga behisob shukr, shu prezidentlarimizga rahmat, xalqimiz bundan juda minnatdor, xursand. Ijtimoiy ma'naviy hayotimizdagi o'rni va ahamiyati tobora ortib borayotgan Ramazon oyi turli millat vakillari ishtirokida ana shunday ahillik va uyushqoqlik bilan o'tkazilmoqda. Qadimdan o'zbek va qirg'iz xalqi bir ariqdan suv ichgan, og'a-ini bo'lgan. Ular o'rtasidagi do'stlik rishtalari esa yanada mustahkamdir. Bo'lib o'tgan iftorlik tadbiri buni yana bir bor ko'rsatdi. Bu albatta tinchlik, xotirjamlikdan dalolatdir.